Paketsanam kursga o'tib ketaman. Qarshi City Globus chorrahasi. Tamam, original. Zarinkan oldidagi obyektimiz. Xo'p, bu obyekt minimalizm stilida remont bo'ladi. Interyer dizaynlar tayyor bo'lgan. Открытый remont qilinadi. Avtorskiy remont bo'ladi. Topoviy mahsulotlardan foydalanamiz va professional jamoa ishlaydi bu obyektda. Xo'p. Kirish qismida hol qismimiz studiya variantda bo'ladi. Xo'p, to'g'rida bu mansard qismiga chiqish uchun zina bo'ladi bu yerda. Bu tomon kuxnyamiz. Kuxnyaga xot kirish tomonda bo'ladi. Ish jarayonini, har bitta ish jarayonini alohida ko'rsatib boramiz. Bu sanuzel qismi. Sanuzel hol qismini hollari mikrosementdan foydalanamiz. Eshiklari skret eshiklar bo'ladi. Xo'p, endi mansard qismini ham ko'rib chiqamiz. Mansard qismidamiz. Tomon spalni. Ota xonasi. Bu yoqda jakuzi bo'ladi. Yonida dushuvoy. Obyektimiz o'nli dom bo'ladi. Xo'p. Zinamizga keladigan bo'lsak, zinamiz alohida tema. Bu ish jarayonini ko'rsatib boramiz. Bu qismi dam olish zonasi bo'ladi. Bu yoqda basseyn qilinadi. Paketsanam kursga o'tib ketaman. Qarshi City Globus chorrahasi. Tamam, original.